Hop, bu oxirgi joyimiz. Bularni o'zimizga ekish uchun ajratib olgandik. Dalada qolgan joyidan solxanni ekish uchun ajratib olganmiz. O'zimizdan ortib qoldi. Mana bu yashiklarda bularni ekib oldik. Hop. Mana bu ikkita, uchta qatorimiz solxan bo'ldi. Ko'chatlarimiz kelganligi bugun 3-kuni. Har bittasi bunchada deyarli gulda. Bu gul g'unchalari keragi yo'q. Hop. Mana bularimiz o'tgan yili biz kuzatib borganlar biladi. Eksperiment uchun italyanskiy kleri ekkanmiz. O'sha vaqtda chiqarib tashlaganmiz. Hosiya kirib turgan joydan chiqarib tashlaganmiz. 16-dekabr kuni chiqarib tashlagan bo'lsak, dekabr oyida chiqarganmiz. 16-13-dekabrda chiqarib olib, dalaga olib chiqib qo'yganmiz ochiq maydonga. -10 gradus issiqdan sarazi minusga tushganligi uchun anchagina stress olgan. Yaxshi. Hop, bu tomonimiz kleri bo'ldi bag'i. Mana bu yerda endi buni saq to'samizda ajratamiz tanoblarni. Bir-biriga aralashib ketmasligi uchun. Ko'chat olish uchun katta maydonga ekish uchun kleri qildik. Hop. Mana bu tomon, mana shu ikkalasi ham kleri. Solxanni kokoslarini arada mo'rzasi uchun qo'yib qo'ygan bo'lsak, buni tomonni ozgina mo'rzasini kichikroq qilib ko'mchidik. O'rnidan qo'zg'atmadik. Amallar, gullar. Shu joyga qo'yib qoldik. Maqsad shu ikkita qatordan bo'lsa ham ozgina, nima ko'pmi? Qani nima bo'lar ekan? Yil avgustga, sentyabrga kattaroq maydonga ekamiz. Shungacha dalada ochiq maydonni qanaqa holatga kelar ekan? Maqsad shuni bilish. Shu eksperimentga ekan ko'chatlarimizdan qolganlari. Har bittasida g'uncha. Buni nimada qolgan gullar ekan mana. Sovg'ada shakllangan gullari. Mana bular mana. Meva ushadim deb turibdi-da bular mana, xudo xolasa. Hop. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, mana ko'chatlarimiz tozalanmagan, satrofga qilinmagan holati. Eski baglar olinmagan, tozalanmagan, boshqa bo'lmagan holati. Mana bu yerga yashikda qo'yib qo'yganlarimiz, hozir ko'rsatib o'tganimiz 3 kun yoki 4 kun oldin tozalangan holati ular. Ko'chatlar bular hammasi sotiladi. Koreyskiy solxan qo'lpinay ko'chatlari. Mana hammasi sotuvda. Kim murojaat qiladigan bo'lsa, xuddi shunday qilib tozalab, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Mana gullab yuborgan. Amallari zo'r. Faqat satrofga bo'lmagan. Ishi bilan shu yerda qoldi. Ustiga hech narsa bekilmadi. Hech narsa yopilmadi. Hali hammasi sotuvda. Ko'chatlar holati o'sha ko'rsatganimizdek holatda bo'ladi. Tomirlari ideal, inshaalloh. Hop, bu o'zimizga ekkanimizdan ortib qolgan klerilarimiz. Oz-moz ortib qoldi. Hop,
Videomiz ozgina cho'zilyapti. Aytib bermaysizlar. Bu tomon koreyskiy Solxyan ochiq maydonda. Mana gullar, mevalar. Mana gullar ideal. Mana bular ochiq maydondagi holati bo'yi mana. Mana bu yerda ko'rsatay, mozorning ustidan. Mana. Tega turibdi qo'limiz mana. Mesela bir qarash bo'ldi. Kecha bu yerga shiraga, oqpashshaga dori sepdik, tripsga. Xitoy dorisini sepdik, ochiq maydonga zo'r gapiraveradi. Mana shu holat. Solxyan ochiq maydonda amali avji zo'r. Qarang, ko'ramiz, mevasi qanday bo'ladi. Mevani qanday beradi. O'tgan yili bu yerdan tanlab olganmiz. May oyida ekkanmiz. 27-may kuni ekib bo'lganmiz va bu yerdan tanlab olganmiz, ko'chada olganmiz. O'zini qo'yganmiz keyin qoldirib. Bizda hozircha shular. Kimda savollar bo'lsa, kimda takliflar bo'lsa, ya'ni taklif qanday qilib yangilik kiritish bo'yicha takliflar bo'lsa, foydali takliflar bo'lsa, iloji boricha amalga oshiriladigan, realni amalga oshirsa bo'ladigan, norealnisi boshqasi kerak emas. Iloji boricha harakat qilamiz amalga oshirishga, hayotga tatbiq qilishga. Hop. Ko'chat kerak bo'lganlar aloqaga chiqarasizlar. Ko'chatlarimiz soni cheklangan miqdorda. Hozircha umumiy hisobda 15 mingtacha ko'chat bor. Koreyskiy Solxyan sotuvda. Kimda ko'chat kerak bo'lsa, kimlardadir joy maydon bo'lsa, o'zlari uchun ona ko'chatlikka ekmoqchi bo'lsalar, ya'ni общий maydonga 8 mingta eksa yo 8 mingta ko'plik qiladi. 1000 ta ekaman, 800 ta ekaman deydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, o'zlaridan o'zlari ko'chat olishadi shundan keyin avgustga borib. Ya'ni bizdan ko'chat olishadi. Hozir 800 ta, 1000 ta ekishadi. Avgust oyiga borib 8 ming ta emas, o'zlari 8 ming ta pul sarflamaydilarda. O'sha 1000 ta hisobida o'zlari ko'chat ko'paytirib ekib olishaveradi. Onalik ko'chatlar sotuvda bor. Aloqaga chiqarasizlar. Ozroq keleri ham onalikka sotib ketadi. Sotiladi bular ham. Bularning o'rniga yana ozgina kokoslarimiz bor, qopchalarimiz bor. Ularga harakat qilamiz iloji boricha. Albion, Murano, San Andres, Kviki, boshqa bir yaxshi sortlarni olib kelib, ko'paytirib, eksperiment qilishga harakat qilamiz. Bizda hozircha shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.